الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey Allahqa, onun peygamberiga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar Allohga, Muhammad alayhissalomga, Qur'onga, ilgirki payg'ambarlarga Alloh tarafidan nozil qilingan kitoblarga bo'lgan shu chin iymoninglarni Alloh va uning payg'ambariga itoat qilishdan iborat yaxshi amalinglarni izchil davomlashtiringlar. Kimki Allohni, Allohning hurmatli farishtalarini, Allohning insoniyatni hidoyat qilish uchun nozil qilgan kitoblarini, haq dinni yetkazish uchun Alloh insonlar orasidan tanlab chiqargan payg'ambarlarini va insonlar bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq amallaridan hisob berish uchun tirildirilib, Allohning huzuriga boradigan oxirat kunini inkor qiladigan, u Allohning dinidan chiqib ketgan, haqiqatdan tamoman yiroqlashib, qattiq ozg'on bo'ladi.